Imzolangan prezident qarori asosida 2030-yilgacha Buxoroda mintaqalararo hospis tashkil qilinadi. Shuningdek, bu hospis Qashqadaryoda va Farg'onada ham qurib bitkaziladi va yangitdan tashkil qilinadi. Samarqand, Xorazmdagi mavjud hospislar esa butunlay takomillashtiriladi va ish mexanizmlari qayta ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, har bir viloyatda bitta palliativ yordam ko'rsatuvchi liderlar tayinlanadi va ular viloyat markaziy shifoxonalarida ish olib borishadi. Bundan tashqari, har bitta tuman poliklinikalarida, tuman ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida mobil brigadalar tashkil qilinadi va u yerda shifokor va hamshira ishlaydi. Bundan tashqari, inson markazlaridan ijtimoiy xodim va psixologlar palliativ yordam ko'rsatish uchun biriktiriladi. Palliativ sohasida ishlaydigan tibbiy mutaxassislarga oylik maoshi 100% ga oshiriladi va bundan tashqari KPI hisobiga yana 100%, jami 300% moddiy oylik olish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari tizim butunlay raqamlashtiriladi. Bemorda ko'rigi, bemorga dori berish va bemor bilan qayta aloqa ham yagona e-palliativ platformasi orqali amalga oshiriladi. Va mana shu amalga oshirilgan hamma chora-tadbirlar evaziga 2030-yilgacha butun O'zbekiston bo'yicha palliativ xizmat bilan qamrab olish kamida 80% ga yetkaziladi va bu ajoyib natija bo'ladi.